Ko'p pul insonni buzmaydi, uni aslini qanday ekanligini ko'rsatadi degan hazillar bor. Bir haqiqatni bilaman, pul odamga baxt olib kelmaydi. Boylar ham yig'laydi degan iboralarni bir eslang. Boy bo'lsam, u qivoraman, bunga yaxshilik qilaman deymiz. Yaxshilik qilish niyati bormi? Qilaverish kerak pulga taqamasdan. Asosiysi yaxshilik qilish xohishi bo'lsa bo'ldi. Alloh taolo o'zingizga 10 barobar qilib qaytaradi. Ehsonni, yaxshilikni turlari ko'p. Boshga kelgan musibatga sabr qilish ham ehson. Hatto birovga yaxshi muomala qilish ham ehson. Yaxshilik faqat pulga bog'liq bo'lmaydi. Oddiygina tabassum ham hadya hisoblanadi. Hayotda go'zal axloq, iymon, tavakkul, shukr bilan ham o'chmas iz qoldirish mumkin. Faqat boylik bilan emas. Solihlikning belgisi boylik bo'lib kelmagan. Aytmoqchi bo'lganim, kimda kim shu paytgacha aziz bo'lgan bo'lsa, ularni aziz qilgan narsa bu iymon. Shu buyuk qurol ila qurollansak, boylik asirimizga aylanadi. Asir bilan esa xohlagancha muomala qilishga imkoniyatimiz bor.